Mana endi bu holderini qo'ydim. Bu holderi. Mana shu razmeri. Endi qaranglar. Men nimani bu yerda ko'rsatmoqchiman. Sal mana bunday qilaylik. Tamam, bu yoqqa o'taman. 45 amper. Qo'limda 45 amper. 45 amper. Mana men bir o'zim ko'tarib taylayapman. Buncha og'ir emas. Buncha og'ir emas. Tak. Bu 72 volt 45 amper bo'ldi. Mana shu. 72 volt 45 amper. Holderi. Sağ ol. Buni o'z svarka qilib, BMS'ni qo'yib, o'rab, chiroyli qilib bu yerga qo'yib beramiz skuterga. Mana shu skuterga. Tak. Mana bu o'zining akkumulyator 6 ta. Demak, men o'zi ko'rsatganim 45 amperni ko'rlaysiz. 72 volt 45 amperni o'zim ko'tardim, o'ynatdim qo'lim bilan. Endi agar mana bunaqa akkumulyator tursa 45 amper. Mana bunaqa akkumulyator tursa, mana shu yerga o'zi nechta deb o'ylaysizlar? 1 2 3 4 5 5 tepada 5 ta. Pastda tepada 5 ta. Pastda 1 2 3 4 5 6 7 ta. Demak 6 ta deb hisoblaylik. Bu yerda 7 tadan bittasini bu yoqqa qo'yamiz. Mana shuncha batareya bu 40 amper bo'lyapti. 72 volt 40 amper. Mana shuncha. O'zi men mana shuncha, ana shuncha batareykani, mana bu batareyalarni qanday deb o'ylaysizlar? Skuterchilar. Mana bu bittasi 6 kilogramm. Og'ir narsada kim ko'tarib ko'rgan bo'lsa biladi. Mana buncha narsa o'zi 40 amper bo'lyapti. Mana shu yerda turgan narsa 40 amper. Mana shuncha narsani bir o'zim ko'tara olamanmi? Mana shu 40 amper bo'lyapti. 45 ham emas, 45 amper kam berdi. Mana shuncha narsa og'irlik. 45 amper bo'lyapti 72 volt. Mana shuni men ko'tara olmayman. Men sizlarga buni nima uchun ko'rsatyapman? Mana buni bir o'zim ko'tardim. Bu yerda 45 amper. Yengillik. Qancha yengillik bo'ladi skuterga, motor kayf qiladi. Keyin buni yashashi umri, davri 3000 sikl. Buniki 500-600 sikl. 1 yilga yetmasdan shishib qoladi mana. Mana shishib qolgan. Mana ko'ryapsizmi shishib qolgani? Mana shunday shishib qoladi, tamom bo'ladi. 1 yilga yetmasdan. 1 yilga 2 marta almashtirsalaringiz, mana shundan 2 marta almashtirsalaringiz, mana buni narxi chiqadi. Mana buni 3 yil eng kamiga haydaydi odamlar. 3 yil eng kamiga. Ata qonun qoidasi bilan bo'lsa 5 yil, 7-8 yil haydasa ham bo'ladi. Lekin 3 yil kamiga haydaydi. 3000 sikl. Mana endi o'zlaringiz xulosa qilinglar. Mana shuncha batareya og'irlikmi yoki mana bu yengilcha qo'yib skuterni yengil qilib, motor ham kayf qiladi, kilometraj ham uzayadi va 45 amper bo'ladi. Ham yashash davri ham buni uzoq. Mana shunaqa video qildim. Kim qiziqganlar o'zlaringiz xulosa qilasizlar. Nima uchun железо fosfat terish yaxshi. Mana shunaqa video bo'ldi. Hammaga sog'lik, salomatlik. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar Telegramda.